Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Muhterem Müslüman kırındaşlarımız. Bulup mu muhterem Müslüman yaşlarımız. Biz kelgisi parlak netice yaratımız. Özümüz ve cemiyetimizni ıslah kılımız da olsak. Evvelen biz qayerda bo'lsak, tövendeki bir qanchilgan ishlarni qilishga alohida ahamiyat berishimiz kerak. Birinchi qilib biz qayerda bo'lsak, taqvodorlik bizning alohida sifatimiz bo'lishi kerak. Ya'ni biz taqvodorlik deganlikni biz tushungan faqat ma'lum xarakterdagi shaxsiy muomaladagi Alloh bilan bo'lgan o'zining o'ttirisidagi munosabat bilan emas. Birincisi mu'min musulmon bo'lgan ekan, Allohga bog'lanishi qat'iy lozim. Uning bilan birga ikkinchi qilib o'zining aralashayotgan hayotlikdagi barliq munosabatlarida islom axloqiga diqqat qilishi, Alloh cheklagan har qanday yomon qiliq, yomon xislatlarning bularda bo'lib qolmasligi, o'zida islom shuari doim javunib yo'rib turadigan, ammo shu qilgan islom shuariga ziyon soladigan ishlarning bo'lmasligi lozim. Masalan, hasadxo'r bo'lmasligi, adovatxo'r bo'lmasligi, o'zaro fitna teradigan bo'lmasligi, o'zining qarindoshiga qarshi hasadxo'rlik bilan ular qilayotgan yaxshi ish qarta o'chmanlik paydo qiladigan, uni ko'zga ilmaydigan mutakabbir bo'lmasligi, shundaqla oilasi qarindoshiga nisbatan kuyindigan, ularga yaxshi yo'lboshchi bo'la oladigan, yaşagan her bir cemiyetdeki qarindoshlarga nisbatan illiq chiroy, muhabbet, dostluk izhar qila oladigan, ular bilan bir yaşagan qarindoshlar xuddi Muhammad sallallohu alayhi vasallam bilan sahobalar bir-biriga qarindosh bo'lib, o'zaro birsi-birsidan xotirjamlik, muhabbet, dostluk his qilgandek, o'zaro qarindoshlarimiz birsi-birsimizdan kuyinish, dostluk his qila olishi, islomda turgan şu qarindoshlar, şu yoshlar birsi-birsiga xotirjam bo'la olishi, birsi-birsiga aziyat bermaydi, xato azg'un yo'lga boshlamaydi, ko'nglimiz va fikrimiz hayotimizga ziyon solmaydi. Iqtisodiy muomala, tijoratlarimiz va turmushimizda ularga ishonsak, bizni aldamaydi. Qiz bolamiz, oilamiz va turmushimizda ularni o'ylab qo'ysak yoki ularni qizimizga o'g'il qizimizni o'g'illarga o'ylab qo'ysak, o'g'illarga qizlarimizni appasak, shu appagan turmushda birsi-birsiga ziyon solmaydi, birsi-birsini xarlamaydi deb o'zaro bir-biriga ishonchi bo'la oladigan ijtimoiy munosabatlarda haqiqiy yaxshi bo'la olsak, uningdan sirt Allohning do'stini do'st, dushmanini dushman bilib, g'oyimizda mustahkam turadigan, o'zimizga Alloh topshirgan oila, jamiyat, zimin va bulupmu Şarkı Türkistan'daki mustamlik kılıngan, korulanatkan, zulüm uçravatkan şundak zeminni qoğdaşqa tirişçallık kılalısak, mana bu hakkı takvalık. Demek yaşırımız birinci kılıp özümüzde takvadarlıkını barpa kılış gerek. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de Estağfirullah ya eyyühellezine amenuttakullaha birinci şart şu ki ey iman aytkan müminler Allah Teala'dan hakiki takvadar bulunlar. Dep bizne itiqatda, ahlakta, cemiyette, siyasette, ibadette takvadar buluşqa çağırdı. Ama biz her bir işte takvadarlıkını daim her yere basak davran sırıp, lekin özümüz Allah Teala bilen bo'lgan muamelemizni yaxshi bulanmasak, ibadetimizga yaxshi mas'ul bulanmasak, haqiqiy yaxshi qul bulanmasak, ailemizga yaxshi rahbar, yaxshi ata, yaxshi bir tuqqan, yaxshi o'g'il, yaxshi qiz bulanmasak, jamiyatimizdagi musulmon qarindoshlarga nisbatan ularga yaxshilik yaratib, ularga bizdan aziyat kelishdan ularni xotirjam qilmasak, siyosiy jihatdan dushmanimiz Xitoy kommunistlardek ashaddiy kofirlarni dushman bilanmasak, ularning dushmanligini tunib, ularga qarshi bo'lgan maydonda chiqib turib, haq ovoziga ovoz qatammasak, u vaqtda biz o'zimizni tekshirishimiz kerak qarindoshlarimiz. Shuning uchun Allah Subhanahu ve Teala bu şu ayette bizni umumizlik takvadar buluşu çağırdı. Biz muş takvadarlık müstahkem durup Allah buyurgan işlarda Allah razı bulduğun işini kılış, Allah toskan işlerden kat'i şeklini birge
biz o'zimizni hozirgi zamonga uyg'un sapolik taqvodor bir musulmon qarindoshi bo'lib yetilishimizga tirishchanlik qilib biz her tarafdan o'zimiz, ailemiz, jamiyatimiz bizga topshirilgan Turkiston zaminini qo'dashga ahamiyat beradigan haqiqiy taqvodor musulmonlardan bo'lishga ahamiyat bersak, ondan biz haqiqiy hozirgi zamonga mos ixlosmand mu'min yashadin bo'lalaymiz. Va salli ala Muhammadin va sahbihi ajmain.